Bugun mamlakatimizda aholi salomatligi va millat genofondiga jiddiy tahdid solayotgan giyohvandlik va narkojinoyatlarga qarshi samarali kurashish yangi bosqichga chiqdi. Davlatimiz rahbarining 2025-yilning 26-dekabr kuni Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasida ta'kidlaganidek, narkojinoyatlarga qarshi kurashish umummilliy harakatga aylantirilib, jamiyatda ushbu illatga nisbatan murosasiz muhit yaratiladi. Ayni shu yo'nalishda Davlat xavfsizlik xizmatining Farg'ona viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlarda katta miqdordagi giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga chek qo'yildi. Jumladan, bojxona va ichki ishlar organlari xodimlarini jalb qilgan holda o'tkazilgan tezkor tadbirda Tojikiston Respublikasidan kontrabanda qilingan giyohvandlik vositalari savdosi bilan shug'ullanuvchi 1984-yilda tug'ilgan fuqaroning Qo'qon shahridagi yashash xonadoni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Natijada xonadon oshxonasida 4 kilogramm 572 gramm opiy hamda 1 kilogramm 58 gramm gashish moddalari borligi aniqlanib, protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Yashash xonadonida opiy hamda gashgiyohli moddalar shoidani sifatida olinadi. Shuningdek, unga tojikistonlik narkosavdogarlar tomonidan WhatsApp messenjeri orqali yuborilgan geolokatsiya orqali Dang'ara tumani hududiga yashirilgan 9 kilogramm 980 gramm opiy moddasi olindi. Bundan tashqari, mazkur fuqaroga giyohvandlik vositalarini qayta ishlab, iste'molga tayyor holatga keltirish uchun yordam bergan Qo'qon shahrida istiqomat qiluvchi 1969-yilda tug'ilgan shaxs o'zining yashash xonadonida narkolaboratoriya tashkil qilganligi aniqlanib, undan ham 7 kilogramm 226 gramm opiy moddasi olindi. Boshqa holatda esa Rastostingizda yoki o'zingizda qonun taqiqlangan narsa bilan bog'liq. Bu nima? Qonunda giyohvandlik moddasi qancha miqdorda olish kerak? Qanaqa turga qo'yadi? Nima maqsadda olib keldingiz? Sotish maqsadida kimdan oldingiz? Tojikiston fuqarosi. Qo'qon shahri hududida harakatlanayotgan 1980-yilda tug'ilgan mahalliy fuqaro boshqaruvidagi Lacetti rusumli avtotransport vositasi to'xtatilib, xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganida unda muqaddam 34 ming AQSh dollariga sotib olingan 5 kilogramm 22 gramm opiy moddasi borligi ma'lum bo'ldi. So'ngra tezkor tadbir davom ettirilib, unga narkotikni sotgan 1985-yilda tug'ilgan hamshahari va uning jinoiy sherigi bo'lgan 1985-yilda tug'ilgan Tojikiston Respublikasi fuqarosi qo'lga olindi. Shuningdek, tojikistonlik fuqaroning O'zbekiston tumanida joylashgan xonadonidan ham muqaddam Tojikiston Respublikasidan olib kelingan 2 kilogramm 362 gramm opiy moddasi rasmiylashtirib olindi. Qo'qon shahrida qayd etilgan yana bir holatda Nexia rusumli avtomashina to'xtatilib, xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi va unda yo'lovchi sifatida ketayotgan 1992-yilda tug'ilgan fuqaroga tegishli sumka ichida 982 gramm gashish moddasi borligi ma'lum bo'ldi. Qora rangli paketda ikkita bo'lakdagi o'tkir hidli gashgiyohli modda. Ushbu giyohvandlik vositasini muqaddam tojikistonlik narkokuryerlar tomonidan Qo'qon shahri hududiga yashirib ketilgan xufiya joydan olgan. Farg'ona shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda esa 2000-yil tug'ilgan shaxs Tojikiston Respublikasidan olib kelingan 989 gramm gashish moddasini xaridorga 150 million so'mga sotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda barcha holatlar yuzasidan ushbu qonunbuzarlarga nisbatan Jinoyat kodeksining 246 va 273-moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Ogoh bo'ling. Giyohvandlik jamiyatimiz taraqqiyoti yo'liga g'ov bo'lib, yosh avlodning salomatligi, kelajagi, hayotiga rahna solmoqda. Bu xavfning oldini olish har birimizning eng muhim burchimiz bo'lmog'i lozim.